Assalamu alaykum hurmatli men ko'rishchilarim. Men kecha sizlarga mana shu suratni chiqarib, jo'g'rida kesilishda mototsikl aydoyisi qaysi bag'it bo'yicha burila oladi degan so'rov uzatganman. Anan fikringlarni kommentariyaga yozgan ekansizlar, yozganlarga rahatchilik bildiraman. Hozir to'g'ri javobni aytib berayin. Hozir bu yerda qarasangizlar, mototsikl kesilishga kelib qolgan. Oldina iki bag'it ko'rgazilib o'tadi, A jana B deb. Buni shu iki bag'itning qaysi birinde ortga qayriladi? Ani biz qanday bilamiz? Biz yo'l belgiga qaraymiz. O'ng tarafda solga burilganga tiyu solinadi degan belgi turadi. Ushul solga burilganga tiyu salgan belgi ortga qayrilganga tiyu salbaydi. O'shanda hozir bu mototsikl aydoyisi qaysi bag'it bo'yicha burilsa bo'ladi, o'könde teng bo'laveradi. A menendagi B menenda burilganga ruxsat beriladi. O'shanda kesilishda mototsikl aydoyisi qaysi bag'it bo'yicha burila oladi degan so'rovga iki bag'it bo'yicha teng degan javob tura oldi. Kommentariyada javob berganlarning barlig'ini rahatchilik bildiraman, biroq iki bag'it bo'yicha teng degan javob berganlar to'g'ri javob berdinglar, azamatsizlar. Ko'ngil burg'aningizlar uchun cho'ng rahmat.